rentgerga mashina berayotgan va olayotganlarga kichikgina ogohlantirishimiz bor. Bu narsani to'lig'ini rasmiy xodimlarimizdan to'liq savolimizga javob olamiz. Elbek aka, hozirgi paytda juda ham ko'p murojaatlar kelyapti. Rentger masalasi bo'yicha hozirgi yoshlar rentgerni olib turib, qaysi joyga borib, uni sotib yuborayotgan yoki zalogga qo'yib yuborayotgan yoki ichidagi apparatlarni sotib yuborishayotgan. Shu bo'yicha uni oqibati qanaqa bo'ladi, u yoshlarga qanaqangi jazolari bor, shuni to'liq ma'lumot bersangiz hozirgi yoshlarimizga. Endi transport vositalarini ijaraga berish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarimiz bor. Bu albatta buni tegishli hujjatlar asosida amalga oshiradigan bo'lsa, bu qonuniy faoliyat hisoblanadi. Endi siz aytgandek holatlar ham uchrab turibdi, bizga ham murojaat qilishadi bu holat bo'yicha. Ya'ni ijaraga olingan transport vositasini sotib olish yoki boshqa maqsadda foydalanish holatlari bo'ladi. Buni oldini olish uchun birinchi navbatda o'sha ijaraga berayotgan shaxs o'z faoliyatini qonuniy tashkil qilish kerak va ijaraga berayotgan shaxs bilan o'rtalarida o'sha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish kerak, ogohlantirishlar olib borish kerak. Endi mana shunday hujjatlarga, ogohlantirishlarga qaramasdan o'sha ijaraga olingan transport vositasini olib borib boshqa maqsadda foydalangan shaxs harakatlari bo'yicha albatta tegishli tartibda surishtiruv ishlari olib boriladi va jinoyat alomati bo'ladigan bo'lsa, bunday harakatlar uchun albatta jinoiy javobgarlik belgilangan. O'zganing mulkiga zarar yetkazganligi uchun jinoiy javobgarlik mavjud. Elbek aka, bizga kelgan savollarimizga ko'ra, rentgerga olgan mashinamda avariya bo'lib ketdim. Endi nima bo'ladi deb yozgan. Ijaraga olinganmi yoki o'zini shaxsiymi yoki boshqa ishonchnoma asosidami boshqarilgan transport vositasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ladigan bo'lsa, albatta agar o'sha boshqarayotgan shaxs aybdor bo'ladigan bo'lsa, javobgarlik uni bo'ynida. Yoki u jabrlanuvchi bo'ladigan bo'lsa, albatta unga yetkazilgan zararda o'sha aybdor tomon qoplab berish kerak. Masalan, men rentgerga mashinani oldim, gayiga tushdim yoki radarga tushdim. Uni bildirmasdan berib yubordim. Bir muddatdan keyin ishlab boryapti, men qochib yuribman. To'lamasdan. U holda jarimani kim to'laydi? Endi bu holat bo'yicha o'sha ijaraga beruvchi va ijaraga oluvchi o'rtasida o'zaro kelishuv bo'ladi. Aksariyat biz ijarachilar bilan shunaqa gaplashganimizda o'zaro kelishuv bo'ladi. Qanchadir vaqtga cho'r ular o'sha aloqada bo'ladi va mana shu jarimalarni to'lash sharti bilangina beriladi o'sha transport vositasi. O'sha rasmiylashtiriladigan kelishuvda mana shu holat ham inobatga olinadi. Endi bu to'lamasdan siz aytgandek qochib yuradigan bo'lsa, albatta buni fuqarolik tartibida sud organlari orqali hal qilish mumkin. Elbek aka, yana bitta asosiy savol. Ijaraga beruvchilar, ya'ni rentger ochgan shaxs, shunaqa holatda shubhali shaxslardan aldanib qolmasligi uchun qanaqangi o'zini himoya choralarini ko'rish kerak? Ijaraga beruvchilar mana shunday muammoga duch kelmasligi uchun hali aytib o'tgandek, birinchi navbatda faoliyat qonuniy bo'lishi kerak va ikkinchi navbatda transport vositasiga albatta GPS qurilmalar o'rnatgan bo'lishi va o'zini shubhali tutgan yoki begona shaxslarga mana shunday transport vositalarini ishonib topshirmasliklarini so'rab qolamiz. Hurmatli vatandoshlar, rentgerda shug'ullanuvchi, mashina oluvchi va beruvchi akalarimiz, savollarimizga deyarli barcha savollarga javob oldik deb o'ylayman. Agar yana qanaqangi savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha ikkinchi qismini tayyorlashga harakat qilamiz. Videoni rentger bilan shug'ullanadigan barcha yaqinlaringizni yuborib qo'yinglar. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi original kontentlarni doim kuzatib turasizlar.